Akalar, opalar, assalomu alaykum. Mana shu qo'chqorcha, endi qo'chqor deymizmi, necha pulga ketadi? Dummalar. Yoshi 3 yoshlar. Taxminan bilsangizlar yozib yuboringizlar, necha pulga ketadi? Boqilayotgan qo'chqor 4-5 oydan beri boqilyapti. Nasib bo'lsa, uni ikkita kichkinarog'idan bittasini aqiqaga qo'yamiz, bittasini keyinroqqa yana semirtirib sotamiz. Iloji bo'lsa, iltimos yozib yuboringizlar. Mana shu katta qancha ketadi taxminan? Meni bo'yim 1.75 bo'lsa, meni qo'chqor bellarimdan keladi. Kallasini ko'tarsa, ko'kraklarimdan kelib qoladi. To'rt 5 oydan beri boqilayotgan qo'chqor. Yarimlagan kunjara bordi, ozginagina qoldirishibdi. Oldindan rahmat. Yozib yuboringizlar. Kutaman.